Xitoy hukumati boshqarishidagi Tangirtog' to'rining 25-maydagi xabarda aytilishicha, Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining muavin raisi Yusufjon Mehmet shu kuni Urumchidagi eng chong oliy maktablarning biri bo'lgan Xinjiang pedagogika universitetiga kelib, vatanparvarlik leksiyasi bergan. Xabarda aytilishicha, Yusufjon Mehmet zaldagi o'quvchilarni 20-qurultayning ro'yini astoydil o'rganish orqali Ipak yo'li iqtisodiy balvig'i qurilishiga to'kib qo'shish, shundaqla ulug' davrdan minnatdor bo'lish, dohiyning topshiriqini asli mahkam saqlashga chaqirgan. Shuning bilan birga har vaqt partiya xotirjam bo'lsin, davlatni qudrat topqizishga manba deyalaydigan bo'lishni talab qilgan. Shu kunning o'zida yana Uyg'ur avtonom rayonlik partikom birlik sep bo'limining boshlig'i Elzat Ahmadjon boshlab borgan o'mak Xinjiang pedagogika oliy texnikum maktabida o'quvchilarga maxsus leksiya bergan. Yaponiyaning Hiroshimaga jam bo'lgan jiyat rahbarlari Tibet va Sharq Turkistonning kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi oxirgi bayonotini e'lon qilgandan keyin Uyg'ur ommaviy tashkilotlari o'zlarining umidsizlanganligini bildirdi. 7 davlat guruhi rahbarlari boshliqlar yig'inining bayonotida Uyg'urlar haqida faqatla biz Xitoyning Uyg'ur avtonom rayoni va Tibetdagi kishilik huquq vaziyatiga bo'lgan andishlarimizni davomli bildiramiz deyildi. Uyg'ur harakati bu haqda e'lon qilgan bayonotida mundaq dedi. Garchi bu masalaning qabul qilinishini ko'rish kishini ilhomlantiradigan bo'lsa-mu, ammo bu bayonot biz kutgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi kuchlik va hal qilg'uch harakatga o'tish talabimizdan to'liq yiroq. Xitoyning O'rta Osiyodagi bir balvoq bir yo'l tashabbusiga yangi kuch qo'shish tirishchanligi deb qaralgan Xitoy O'rta Osiyo boshliqlari yig'ini bu rayonni qarz to'ziqiga ittirishga puxta asos soldi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping boylik manbasi mo'l O'rta Osiyo davlatlariga ol aslaha taraqqiyoti uchun 26 milliard yuan yangi qarz va yordam berishga va'da qildi. Reuters agentligining xabariga qaraganda 2022-yilga kelganda Xitoy bilan O'rta Osiyodagi 5 davlat o'rtasidagi mablag' rekord yaratib 70 milliard dollardan oshib ketgan. Xabarlarda ko'rsatilishicha, bir balvoq bir yo'l doirasida Qirg'iziston va Tojikistonga berilgan qarz bu davlatlarning GDP-sining 5dan 1ni egallaydi ekan. G'arb davlatlari Xitoyning Rossiyaga bo'lgan ta'sirini ishiltib, Ukrainadagi urushni oxirlashtirishga da'vat qilayotgan paytda Xitoy iqtisodiy hamkorlik va strategik moslashishni kuchaytirib, Moskvaga davomli yaqinlashdi. Rossiya bosh ministri Mikhail Mishustin 23-24 may kunlari 2 kunlik rasmiy ziyorat uchun Xitoyga keldi. Mishustin Ukraina urushi boshlangandan buyon Xitoyni ziyorat qilgan eng yuqori darajalik amaldor bo'lib qoldi. Mishustin ziyaratining birinchi kuni Shanxayga borgan bo'lib, ikkinchi kuni poytaxt Bejingda Li Chang va Xi Jinping bilan ko'rishgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Matt Miller Belorussiyaning Rossiya bilan taktikalik yadro quroli to'g'risida kelishim imzolaganligini aybladi. Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoygu va Belorussiya davlat mudofaa ministri Viktor Xirnin tunugin Belorussiyada taktikalik yadro qurollarini o'rinlashtirish to'g'risidagi hujjatlarga imzo qo'ygan edi. Xalqaro saqchi tashkiloti Interpol qurilganligining 100 yilligini xotirlash yig'inida Interpol Xitoy bilan Rossiyaning qizil rangli tutish buyrug'ini qalayimqon ishlatishga yo'l qo'yganligi sababli tanqidlandi. Uyg'ur yosh Idris Hasanning 2021-yili Marokashda tutqun qilinish sababi Xitoy bo'lib, ayni vaqtda Interpol Xitoyning talabiga asosan chiqarilgan tutish buyrug'i sababli Idris Hasan Marokash doiralari tomonidan tutqun qilingan.